Assalomu alaykum akalar, kam gapirib, ko'proq ish qilamiz, ma'lumot beramiz. Videoni boshlashda like bosib qo'yinglar, jigarlar. Hammaga manfaatli, birovning vaqtini olmayapmiz. Qarang, bu tomonda drabilkalar bor, mishalkalar bor. Bular samodelniy, materialicha qalinroq. Bu tomonda apalavkalar bor, ustakalar ichimizda bo'ladigan bo'lsa yoki arenda biznesiga qiziqsangiz, jigarlar mana bu tomonda apalavkalarda konteynerligi, listligi, 40ligi, 50, 60, 70, 80ligi har xil razmerda bor. Mana bunaqangi stoykalar bor akalar. Lesalarda 1 metrligi, mokrisi, mana bunaqangi yashili deysizmi, mana bunaqangi stanloy rangi bor. 1 metrliklarni oldiga terib berdik. Orqaga mana 2 metrlikmi bu qora aka? 2 metrligi. 2 metrligi, 1 etajligi. Xudo xolasa biz hozir Qo'qonni, Kominterni qishlog'iga kelganmiz. Bu joyda birinchi qo'l o'zlari ishlab chiqarishadi arzon narxlarda. Bundan tashqari akalarimiz Buvayda katyollarning ham asoschilari bo'lishadi. Hozir bu yangi biznes. O'shaning uchun odam o'rgatishga arzon narxda qilib berishadi. Arenda biznesiga qiziqmoqchi bo'lganlar ham bemalol kelib, narxni mana shu atrofdan surishtirasizlar, arzon narxda qilib berishadi. Dastlabkasi ham bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimi, charchamang. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Obunachilarimizga qisqa lo'nda ma'lumot bersak, xudo xolasa aka. Bu tomonda aravachalar ham bor akalar mana. Bittali o'sha konteynerli aravachalar bor. Shuni ham kuniga 10 ming so'mdan arendaga berishar ekan. Meni o'zim ham aravacha kerak bo'lib qoladi 10 ming so'mdan. 3 kun ishlatdim, ikkitasiga 60 ming pul berdim aka. O'zi 400 ming turadi o'zi bu. Ha. Mana bunaqangisi bor ekan, mana yangi chiqibdi mana akalar. Yangichasi qaranglar, bu ham boshqacha ekan mana. Ha, tegirmanlarga, nimalar ishlayveradi, ojozlarga. Qaranglar, zo'r ekan bu ham. Firmalar. Tormozi o'zi bilan ekan. Ha? Ha, shunday. Bu nech puldan chiqyapti endi bu? Bu 2 million bu. 2 million. 2 million. Şimdi yo'l qilib beramiz, belga. Qancha yuk ko'taradi bu? 400 kilo ko'taraveradi. 400 kilo ko'taraveradi. Bu nech pul? Bu 400 ming, 400 ming. 400 ming so'm. Ha. 400 ming so'm qilib berishar ekan. Yaxshi. Misharkalarda endi nech puldan qilib beryapsiz bular? Mishalkalar 6 million, ha, mislisi 6 million. Misli, motori misli. Misli, ha. Mana bu narigisi nima? Alyumin bo'ladi, unisi Nech pul bu? 5 million 900 ming, 100 ming arzon uni. Ha. Farqi bor ekan. Yaxshi, bunday qolsa o'zi yengil ekan, qaranglar, ishlashini qaranglar. Ha, boshqasi undan ham yengil ketadi. U tomonga ham, bu tomonga ham cheksa bo'laveradi. Xo'p, buni rasxoti qanaqa endi buni? Rasxoti 2 kilovat bo'lsa kerak, Yo, yo. 2 kilovat. ha, shunday 2 kilovat bo'lsa kerak. 2 kilovat atrofida yana ko'rib 3 aytishadi. mingga, yo 3 mingga 1,5 da. Ha, nech puldan qilib berasiz buni? Eng arzoni nech pul? 6 million beramiz. Hozir 6 millionligi misligi. Misliga, ular 5 million 900 beramiz alyuminni. Arzonrog'i ham bormi buni? Buni arzonlari bor, 3 milliondan boshlab 3 million 400 ming, 2,5 million, 4 million. Nimaga bu qimmat? Yaxshi bu. Ha, material. 21-asr. Necha materiali? Uchlikdan bo'lgan, uchlik. Ha? Stenkalar uchlik bo'lgan. Mana ichini ham ko'rsating. Stenkalari ham mana qalin akalar. Umri uzoq bo'ladi. Arendaga bersangiz ham misol uchun maza qilishadi. Xitoydagi bor-ku, ular yengil bo'ladi. Tunikaga o'xshaydi. Tunikaga o'xshaydi. Endi uni ham yomonlamaymiz. Baribir material qancha qalin bo'lsa, o'shanga qarab turib pul chiqadi. Drabilkalar nech pul? Drabilkalar 2,5 million. 2,5 million so'm. 1 million 400 qilib beryapmiz. Misab o'tganmi bular? Alyumin. 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 Yaxshi aravachalar ekan bu. Jodilar bor mana, jodilar. Jodilar nech pul? Jodilar 700 ming, 600 ming. 700 ming, 600 ming. Kattasi 700, kichkinasi. Bu hali zanglab ketadigan charxdan emasmi? Ya bu nima? Alo. Kapilni tosh bor unaqa. Almas. Almas tosh bu, almas. Almas tosh. Shu ichida qimmatroq bizniki. Ha, arzonlar ham bor. 280 ming, 400 ming ham bor neriyalarda. Juda ham yaxshi. Endi bu tomonda akalar lesalar narxini aytamiz. Videodan like bosib qo'yinglar. Jigarlar, sizlar uchun vaqtlarini olmasdan qisqa lo'nda ma'lumot beryapti. Bitta balgarkasini ishlatmay tursin, biladan. Aka, shep. Hozir Shunday ishlab tur. Xo'p. Nech puldan bu? Stanloy sveti. Bu kattasi 670 ming. Kattasi. 6 Yo, kichkinasidan boshlaydik. Kichkinasi 570 ming bu. Bir kichkinasi. Kichkinasi 1 metrligi 570 ming, 1 etaji. Ha, 1 etaji. 2 metrligi 670 ming bu. Ha, 670 ming 2 Parashkovoy metrligi. chachilgan. Ha, Temirdan bo'lgan 107 stenka. 107 stenka. Mana toza alyumin bu. Ha. Xitoydagi. Bunisi alyumin. Ha, buni
750 ming sotilishi bu shu yerda. Bir etaji 750 mingdan alyuminligi. Alyuminli toza. Ha, yaxshi. Xo'p, endi bunisi-chi? Bunisi shu, balon sherigi-da bu. Shunga tushaveradi mana. Ha, buni sherigi. Bunisi-chi? Bu necha pul? 1 metrlik. 520 ming bu. 520 ming. 520 ming, o'zi 620 ming kattasi. Kattasi 620 ming. 1 metrligi, 2 Ha, metrlik. mokrisi 625 ming, 525 ming. Ha, narigisi? Ha, kraskasi nimaroq, yaxshiroq uni. Ha, 525 mingga 625 ming ekan, jigarlar. Orasida hech qancha farq yo'q. 5 ming farq bo'ladi. Orasida hech qancha farq yo'q ekan. Yaxshi. Stenkalari 1.7 bo'ladi, mana taroqlari. Ha, qulay ekan bular ham chiqib chiqishga haligi, miq qo'yib, ko'pchilik miq qo'yadi bu joylariga jigarlar. Miq qo'yasiz, chiqarasiz mana. Bo'ldi. Yana miq qo'ysangiz bo'ldi, chiqib ketmaydi chiqadi. Yaxshi. Kolonnalarimiz. O'zlari ishlab chiqarishadi. Kelingda. Mana o'zlari ishlab chiqarishadi akalar. Dehqonchilik xudo xolasa like bosib qo'yasizlar akalarga. Ishxonalari shet. Mana bu tomonda ham tayyor lesalar bor. O'tgan safar kelganimizda mana shu to'la lesa edi, anchasini tugatib sotib yuborishibdi. Mana uni ham qo'yib qo'yinglar, mana 600 ming mana Xitoy lesa, uchtalik. Xitoy lesa 600 ming. Ko'p bo'lsa 580 ming qilib beramiz buni. 580 ming narx berasiz. Juda ham yaxshi. Bu tomonda akalar endi apalavkalarga. Apalavkaning eng arzoni necha pul? Eng arzoni 2600 ming sesma. 2 million 600 ming sesmaniki. Mana bu chempion 50 lik 19 metr bo'ladi. 50 deganingiz qanaqa? 50 santimetrlikmi? Ha, 50. Yeniga 50, bo'yiga 50 mana. Ha, 50 santimetr. Necha pul bu? Bu 7 million 200 qilib beramiz. 7 million 200. 19 metr. Agar 1 metrini olib qo'ysak 6 million 800 qilib beramiz. Ha, 19 metrga 7 million 200. 1 metr olib qo'ysak 6 million 800 qilib beramiz. Xo'p. Yana qaysi? Mana bular bor, apalavkalar, konteynerlar bor. 5 million 700 ming. Necha metr? 50 lik. 18 metr bo'ladi bu. Burchagim 19 metr. Keyingisichi? Bunisi 60 lik konteyner, şey razmeriga yuradi mana, ilmoqlari bor. Ha. 7 million 200 ming bu. 7 million 200 ming. Eng arzoni 2,5 milliondan boshlanib, 2,5 milliondan boshlanadi. 2,5 milliondan boshlanadi 7,5 milliongacha. Bular nima? Bular chempion. Chempion bu ham. Ha, 75 lik bu. Nimaga endi chempion bu? Nomi shunaqa endi. Nomi shunaqa chempion qo'ydi. Bu yangi listdan qilingan. Ha, 208 ishlari, qalinligi. 208 qalinliklarni. Yaxshi. Mana Lego apalavkamiz bor, Lego. 208 dan bo'lgan 7,5 million narxi. 208 lik listdan, ha? Ha. Stenkasi 208, 19 metri, 18 metr bu ham. 18 metr necha pul? Biz 7,5 million. 7,5 million. Mana o sesmamiz var 30 lik. 3 milyon 900 ming. 3 million 900. Bu ham 208 dan bo'lgan, 18 metr bo'ladi, burchagim 19 metr bo'ladi bu ham. Atrofdan ko'ra narxingiz arzonmi, nima deysiz aka? Narx bir xil endi o'tib beramiz sen. O'tib beriladi. Biz hamma yerda bir xil bo'ladi. 9dan chiqdim desa, arzon qilib berasiz. Xudo xolasa. Xo'p, bularchi? 400 ming. 400 ming. Bu mana 500 ming. Bu 500 ming. Ha. Yaxshi, xudo xolasa. 550 ham sotdik, buni yamag'i borligi 500 qo'ydik. Ha, yamag'i borligi. Xudo xolasa jigarlar, nima kerak bo'lsa, akalarda mavjud. Bemalol aloqa qilsalaring bo'ladi. Dastlabki kelishilgan holatda ishonchli halol odamlar, birovda haqqi kerak emas, arzon narxda qilib berishadi. Qancha ko'p olsangiz, o'shancha arzonroq bo'ladi jigarlar. Ikkilamni akalar nomerlarini qoldiraman. Aloqaga chiqaverasiz. Qol aka, rahmat. Xo'p, ko'rishguncha. Xo'p, ko'rishguncha.